Ye. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ay, malades. Eshik oldida turmaydi. Yo'lni to'sib qo'yadi. O'zbekistonda chiroyli yigitlar yuradigan qizlar. Sizlar men bu yigitni ko'rmagansizlar. Faqat menga qarab gapiryapsan. Bu yerda mendan boshqa hayvonlar ham bor-ku. Doktor, ertalab sahar tursam boshim og'riyapti degan edim. Bir obedlarda turib ko'ring deganday qildi doktor. Okeandagi to'lqinning bo'yi 200 metrga yetadi. Kelishsin, bo'ylarini ko'ramiz. Sen o'zingni jinnini yo'q bo'lasan deyishadi-ku. Aslida o'zing jinniligini bilish kerak.